الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala'ga hamdü sana, Peygamberimiz Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e dua salam yollap bolgandan keyin maqsadga kelsak, bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz fiqhi ilmidagi yangi o'qish boshlag'uchilar uchun tayyorlangan Muxtasar al-Vaqaya nomli kitob. Endi saboqdoshlar, biz odatdagidek bizning bu Qur'on tili kanalimizni Qur'onga munosabatlik barliq bilimlarni hammani o'rgatish uchun tayyorlagan va shuning uchun tirishchilik ko'rsatyapmiz. Mana bugungi boshlamoqchi bo'lgan darsimiz bu Qur'oni Karimning jeni, meg'izi bo'lgan ahkam ash-shar'iyya, yani shariat hukmlari, shariat hukmlaridan iborat bo'lgan fiqhi deb atalgan darslikning yangi o'qish boshlag'uchilar uchun eng muhim bo'lgan Hanafi mazhabidagi Muxtasar al-Vaqaya degan kitob. Endi biz bu kitobni tanlashimizdagi sabab nima deganda, birinchidan bu kitob Hanafi mazhabining eng javharini, eng negizlik, nuqtaliq masalalarini o'z ichiga olgan. Va Hanafi mazhabiniki 4 cho'ng asli tekst deb atalgan kitoblarniki eng muhimlaridan biri. Va uning ustiga bu kitob o'zi intayin qisqa, o'quvchilar uchun oz vaqtda ko'p bilimni biladigan bir kitob. Va yana birga bu kitob Alloh taolo bu kitobga qabuliyatni yozgan bo'lib, bu kitobni shu kitob yozilgandan tortib ta hozirgacha nurg'ulg'an bo'limi O'rta Osiyoda, ondan boshqa Misr, Suriya, jami'i shu islom dunyolarida keng tarqalgan va madrasalarda intayin ko'ngil bo'linib o'rgatilgan va o'qilayotgan bir kitob. Ya'ni ilgirki salaf ulamolarniki eng muhim kitoblaridan. Xo'sh, endi biz oldi bilan bu kitobniki kelish so'z, ya'ni muqaddimasini, bu kitobni yozuvchining yozgan muqaddimasini so'zlab o'taylik. Va oldi bilan biz bu kitobni yozuvchi kim va bu kitobni nima vajidan boshlab qanday boshladi degan haqidagi kitobniki yana xutbasi, ya'ni nutq so'z, kelish so'zini anglab o'taylik. Bu kitobning ismi Muxtasar al-Vaqaya. Muxtasar al-Vaqaya. Musannif rahimahullah kitabını Bismillahirrahmanirrahim deb boshlaydi. Xo'sh, endi musannif rahimahullah, yana avtor, bu kitobni yozgan avtor kim deganda, bu kitobni yozgan avtor al-Imam al-Allama Sadrush Shari'a al-Asghar Ubaydullah ibn Mas'ud ibn Taj al-Shari'a Mahmud ibn Sadr al-Shari'a al-Akbar Ahmad ibn Cemaluddin el-Mahbubi el-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Allah Teala bu zatning ati bo'larga kang-kangi rahmatlarini yağdırıp bersin. Endi bu zat, yani İmam Allame Sadrush Shari'a Ubaydullah ibn Mas'ud rahimahullah bo'lsa, Hanafi mazhabidagi barliq olimlar bu zatning imomligiga birlikka kelgan. Bu zatga qo'l qo'ygan. Shariat qonunlarini pishiq suddak yadagan. Bu zat yozgan kitoblarni birini o'zi yadagan hukmlar. Va shariatniki asli, asosiy bilimlari va tarmoq bilimlarini suddak egallagan. Fiqhshunos, usulshunos, tafsirshunos, hadisshunos, grammatikarshunos, lug'at, tilshunos, balog'atshunos, kalamshunos, mantiqshunos. Ya'ni mush ilmlarni ham mush ilmlarda hammasida imomatchiligini
pishvolik maqomiga yetgan. Bu zot 3 avlod Hanefi mezhebiniki riyasetçilikini tutmagan alimlarniki ailesinden yetişip çıkan 3 avlod. Bu zatni kichik vaqtida buvisi qo'liga olgan bo'lib tarbiyalash uchun. Buvisi intayin yaxshi tarbiyalab, bu zot fiqh ilmini, shariat bilimini o'zining buvisi Tajush Sharia Mahmud rahimahullohdan olgan. Endi Tajush Sharia Mahmud rahimahulloh bu fiqh ilmini o'zining dadisi Sadrush Sharia Ahmad al-Akbar rahimahullohdan olgan. Endi biz bu Sadrush Sharia'ni asgar deymiz yine. Çünkü küçük nervisi. Mav muhtasar vakayının abdurı Sadrush Sharia al-Asgar. Hem de mav Sadrush Sharia al-Akbar bolsa bu zatniki çoğun boğusu buludu. Sadrush Sharia Ahmed, ismi Ahmed. Ahmed al-Akbar. Bu zat bu fıkh ilmini üzerinin dadısı Cemaluddin el-Mahbubi rahimahullah'dan algan. Cemaluddin Mahbubi rahimahullah bu fıkh ilmini Şeyh İmam Mufti İmamzade rahimahullah'dan algan. Şeyh İmamzade rahimahullah fıkh ilmini Şeyh İmaduddin rahimahullah'dan algan. Şeyh İmaduddin rahimahullah bu fıkh ilmini üzerinin dadısı Şemsul Eymme Zerenceri rahimahullah'dan algan. Şemsul Eymme rahimahullah fıkh ilmini ustazı Şemsul Eymme Sarakhsi rahimahullah'dan algan. Şemsul Eymme Sarakhsi rahimahullah fıkh ilmini Şemsul Eymme el-Hulvani rahimahullah algan. Şemsul Eymme Hulvani rahimahullah fıkh ilmini Qadi Abi Ali'in Nesefi rahimahullah algan. Qadi Abi Ali'in Nesefi rahimahullah bu fıkh ilmini Abi Bekri Muhammed ibn Fadıl rahimahullah algan. Abi Bekri Muhammed ibn Fadıl rahimahullah bu fıkh ilmini Sebezmuni rahimahullah algan. Sebezmuni rahimahullah fıkh ilmini Abi Abdullah Abi Habs el-Kebir rahimahullah algan. Abi Abdullah bu fıkh ilmini özünün dadısı Abi Habs el-Kebir rahimahullah algan. Abi Habs el-Kebir rahimahullah fıkh ilmini İmam Muhammed el-Şeybani rahimahullah algan. İmam Muhammed el-Şeybani rahimahullah bu fıkh ilmini Abi Hanife radıyallahu teala anhu ve ardah'tan algan. Abi Hanife rahimahullah fıkh ilmini özünün ustazlarına ulaştırıp Ali ibn Abi Talib keremallahu vechu ve Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın algan uzun senedi bilen ve Ali ibn Abi Talib keremallahu vechu ve Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu arda fıkh ilmini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den algan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu fıkh ilmini Cibril aleyhissalatü vesselam'dan algan. Cibril aleyhissalatü vesselam bu fıkh ilmini Allahu tebareke ve teala ve tekaddesin algan. Demek bu fıkh ilmi aşu bunun tigi başka yani kep kalgan emez. Hemmisi muhindaq zencirsiman halette intayin işencilik irşad silsile bilen ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tutuşudu. Şunun için bu fıkh ilmi ilimlerinin içindeki en evzel bilim deb atılıdı. Çünkü Peygamber aleyhisselam her qanday adamga Allah Teala yaxshilikni irada qilsa, uni dinda fiqhi shunas qiladi. Yani dinning shariat ahkomlarini biladigan alim qiladi deb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte shunda so'zlagan. Bu fiqhniki fazilatlarini tugatsak bu pek ko'p degan maqsaddan chiqinib ketmaydi. Endi Hanefi ben beş söylep ötkendek Hanefi mezhebide en itibar alınan 4 tane mutun el-mutunul erba'a deb en nüfuzluq hemme alimni şunu tayinip ya şerhi çıkırdıgan, ya fetva çıkırdıgan, ya hüküm çıkırdıgan. Şu kitabın kenartıdan qanday kitap yazmak için şu 4 tane mutunga tayinip yazıtı Hanefi ünvanları. Şu 4 mutun qasid ise birincisi İmam-ı Kuduri yazgan el-Kitap Muhtasarul Kuduri namlı kitap. İkincisi bolsa yani biz şu sözümü bilgen kitabını sözlemekçi bolgan şu Abdur rahimahullah'ın buğusi Tacush Sharia Mahmud rahimahullah yazgan El-Vakaya namlı kitap. İkinci çoğun metin.
Üçüncü metin bolsa İmam el-Mevsili yazgan El-Muhtar namlı kitap. Dördüncü en nüfuzluk metin bolsa İmam Nesefi yazgan Kenzud Dakaiq namlı kitap. Mana bu dört kitap Hanefi mezhebindeki en nüfuzluk dört tane asli nuska, asli tekist deb atıldığı kitaplar. Endi şu El-Vakaya namlı kitap. Vakaya namlı kitap ne? Şu Sadr-ı Şeria Rahimahullah'ın boğusu yazgan boğalık için bu kitap ne? Sadr-ı Şeria Rahimahullah kiçiklikini yatlap boğan. Ve boğusudan şu kitapniki bütünley manilerini öz ağzaki ağan boğalık için bu kitap ne? El-Vakaya degan kitapni en yaxshi sharhlagan zot kim? Yani bu şu nervisi Sadr-ı Şeria Mahmud Rahimahullah. Bu zat şu El-Vakaya namlı kitapni o'zi sharh qilib, bunga Şerhul Vakaya deb nam qo'ygan. Endi xo'sh. Ondan keyin bu Şerhul Vakaya deb nam qo'yib, u kitapni sharhlab bo'lgandan keyin yana bu zat u kitapni texmi qisqartib Vakaya degan kitap, Vakaya namlı kitap ne? Kengaytib Şerhul Vakaya deb bir sharh qilib, Vakaya namlı kitapdagi eng muhim mazmunlarini ilib, boshqa mazmunlarini chiqarib o'tib bir muxtasardan beri yazgan. Bu muxtasarga o'zi En-Nuqaya deb ism qo'ygan. Bu muxtasarga En-Nuqaya deb ism qo'ygan. Undaki muzatmudun başka kitaplardan mesela usul usul fiqh ilmida intayin isil bir metinni yazgan. Bununla Tenqih deb nam qo'ygan. Tenqihul usul fi ilmil usul deb. Biz yani bunu YouTube kanalımızda hazır yürütüyoruz. Qiziqqanlar şunu qanish basanglar bo'ladi. İntayin isil yazgan bir kitap. Onunki onu yani o'zi intayin qimmatli bir şeyini yazgan bu kitapga. O kitapga o'zi nima deb ism qo'ygan? At-Tawdih fi halli gawamid at-Tanqih deb ism qo'ygan. Ve undan başka bu zatning yazgan kitaplar intayin ko'p. Endi bu zat Hicratniki 747 vafot bo'lgan. Hijriyaning 747 yili vafot bo'lgan. Buxorodagi bu zot Buxorolik bo'lg'achqa, yani O'zbekiston hozirgi O'zbekistonlik bo'lg'achqa, Buxoroning Shariabad degan yeriga dafn qilingan. Alloh taolo bu zotning ruhini paklasin. Bu zotning o'rnini jannat qilib bersin. Alloh taolo bu zotdan rozi bo'lsin va bu zotni rozi qilsin va bu zotning ilmlari bilan bizga manfaat ato qilsin. Bu zot kitobini nima deb boshlaydi? Xo'sh. Bismillahirrahmanirrahim deb boshlaydi. Ya'ni nihoyatda mehribon, rahim shafqatlik Allohning ismi bilan bu kitobimni boshlayman deb kitobni shunday boshlaydi. Endi nima uchun Bismillahirrahmanirrahimdan boshladi bu zot desa? Chunki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nima degan hadis sharifda her qandaq bir şanlık bir halit var, bir isil iş, her qandaq bir iş Allah'ın ismiyle başlanmaydı iken bu işin bereketi yok. Bunun ayrı yok işlep qatı. De Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunda deganlik uchun Bismillahirrahmanirrahim deb başlagan. Onundan Musannif rahimahullah dedi ki elhamdülillah. Elhamdülillahi rafi alamis şeriatil garra. Elhamdülillahi rafi'i alamis şeriatil garra. Şeriatning tuğ alamlarini, şeriatning ak qaşqılık tuğ alamlarini kütəgən zat Allah Teala'ga her bir hamd sana olsun dedi. Onun endi bu zat elhamdülillah deb başladı. Elhamdülillah. Elhamdü degan nima? Hamdu degan yani Allah Teala'nın bütün güzel medihler bilen mahtaç. Güzel medihler bilen mahtaç. Diyen bu da elhamd deganning ma'nosi.
Endi Musannif rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim bilen Elhamdülillah'ın arası ikisini bir yerga yig'ib qo'ydi. Nimishqa? Qur'oni Karimga amal qilib. Qur'oni Karimda Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin deb boshlandik kitobni. İkinci qilib biz yuqorida so'zlab o'tgan hadisdek Payg'ambar alayhisalom nima degan? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fa huwa aqta. Ve her qanday bir holatga ega bo'lgan bir ish Allohning ismi bilan boshlanmasa, u ayg'ı yo'q, berkiti yo'q. Yani bir rivayette bi zikrillah, Allah'ın zikri bilan degan. Yani bir rivayette fa huwa abtar. Fa huwa abtar degan, yani quruq kesitigan ayg'ı yo'q, berkiti yo'q degan gap. Yani bir hadisda Allah Teala'ga hamd bilan boshlanmagan har qanday ishniki berkiti yo'q, ayg'ı yo'q deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday degan. Shuning uchun elhamdülillah bilan Bismillah bilan elhamdülillah bilan boshladi. Xo'sh, endi elhamdu Alloh taologa hamd aytish degan gap til jihatda eng go'zal madhiyalar bilan maqtash degan bo'lsa, örfida, islom örfisida bandining o'zining parvardigorlarining atagan ne'matlarining hammasini Alloh taolo nima deb yaratgan bo'lsa, shuni ishiltish. Masalan, ko'zini Alloh taoloning sun'iy qudratlarini ko'rishga, Alloh taoloning ajoyib qudratlarini ko'rishga, Qur'on kitoblarini, hadislarni o'qishga, qarab o'qishga, barliq yaxshi ishlarni ko'rishga, mutolaa qilishga ishiltish. Masalan, quloqni bo'lsa, davomli Alloh taolo rozi bo'ladigan Qur'onni, hadisni, fiqhni, yaxshi gaplarni anglashga ishiltish. Tilni davomli zikr, tasbih, tabliğ, yaxshi so'zlarga ishiltish. Mana mushu putni cho'disa, masalan, putni davomli yaxshi yo'llarga mangishga, yaxshi ishlar qilishga ishiltish. Mushu hammasi o'lpidagi hamda deb ataladi. Ya'ni Alloh taologa hamd etgan bir odam tilda g'ana hamd etmasdan, balki butun a'zoli bilanmi, hatto qalbi bilanmi, qalbini cho'diganda davomli Alloh taoloni zikr qilishga, Alloh taoloni tafakkur qilishga, Alloh taoloning dinini, Alloh taoloniki dinining xizmatini qanday qilsam deb shu tafakkurni qilib o'ylayotgan ishiltish. Mana şu hamdinin haqiqiy mohiyati ma'nosi. Endi bu zot dedi Rafi'i a'lamish shari'atil g'arra deb qo'ydi. Ya'ni oq qashqaliq shariatniki tug' alamlarini ko'targan. Endi bu yerdagi a'lam degandan shariatniki tug' alamlari, bayroqlari degan islom ummatlarining olimlarini ko'rsatdi. İslam ummetlerining olimlari, shariat olimlarini, fiqhshunoslarni ko'rsatdi. Chunki xuddi bir odam bayroq qil odam Afg'oniston davlatgan, Afg'oniston davlatining bayroqiga deb bilgandek, olimlar orqali islom dinini, Alloh taolaning hukmlarini, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatlarini bilgili bo'ladi. Buni biz olimlar orqali bilalaymiz. Shuning uchun buni alam, alomat, belgi, nishon, bayroq deb ism qo'yib qo'ydi. Bu bir o'qitish hamda. Al-g'arra degan gap asli bu g'urradan chiqqan gap, ya'ni qashqa otniki qashqisini g'arra deydi. Qashqi deganning rangi oq, boshqa narsadan alohida ayrilib turgan, ya'ni xuddi otning oq qashqisidek ayrilib turadigan shariat ulumalarining darajasini yuqori ko'targan zot. Darajasini yuqori ko'targan zot degan bo'ldi. Endi bularni ko'targan degan Alloh taolo Qur'oni Karimda nima dedi? Darajasini qanday ko'tardi Alloh taolo? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Yerfa'illahü'llezine amenu minkum vellezine utul ilme derecat. Allah Teala sizlerin iman etqanlığını mı derecesini götürdü Allah Teala. Vellezine utul ilme degan ilim bilgilerin derecesini derecat tekmicik derece götürdü. Yani bu ayette la yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Alimler bilen cahiller beraber emez. Demek yani Muşundaq şeriat ulumalarının derecelerini yuqori ko'targan Allohga cheksiz hamdu sanolar bo'lsin. Endi Musannif rahimahullah dedi ja'iliha shajaratan asluha sabitun ve far'uha fis sama. Yani u hamdu sanolar shundoq bir Alloh taologa bo'lsinki, ja'iliha shajaratan degan u shariatning alamlarini
bir daraxt qildi. Bir daraxt. Sabitun degan gap yiltizi intayin mustahkam. Asluha sabit. Yiltizi intayin mustahkam ve far'uha fis sema degan bu daraxtning shoxlari osmonda. Xo'sh, endi ya'ni bu shariatning tug' alamlarini yiltizi mustahkam bo'lgan, shoxlari osmonda bo'lgan bir daraxt kabi qilgan zot Allohga hamd sanolar bo'lsin. Endi bu shariatning tug' alamlari biz boshda degandek yoki shariat olimlari yoki shariatning ahkom, shariat dalillari, shariat ahkomlari demakchi. Shariat dalillari, shariat ahkomlari. Shariat dalillari bo'lsa Qur'on, sunnat, ijmo, qiyosdir. Shariat ahkomlari bo'lsa shu Qur'on, hadis, ijmo, qiyosdan ilingan hukmlardir. Endi buni bir daraxtga o'xshatgan, ya'ni bir daraxt kabi. Bu daraxtning yiltizi intayin mustahkam, ya'ni bu daraxtning yiltizi degan shajara degan bu shariat bo'lsa, shariat bo'lsa, daraxtning yiltizi shariatniki dalillari, ya'ni Qur'on, hadis, ijmo, qiyos. Bu shu shariatniki yiltizi asosiy dalillari xuddi daraxtning yiltizidek mustahkam, tavrimas. Shoxlari uchu desa bu Qur'on, hadis, ijmo, qiyosdan chiqadigan tarmoqlar degan hukmlar. Ulardan chiqarilgan hukmlar. Bu hukmlar hammasi osmonda, xuddi daraxtning shoxlari osmonda hammadan ko'rangandek, o'rligandek bu hukmlar hammadan oshkor bo'lgan. Yiltizlar u olimlarga ham oshkor bo'ladigan dalillar. Olimlar chiqib shu yiltizlardan shoxchilarni, tarmoqlarni chiqib berganda xuddi daraxtning shoxlarini hammadan ko'rgandek hammadan oshkor bo'lgan. Mana mushunga o'xshaydigan bir daraxt kabi qilgan zotga cheksiz hamd sano bo'lsin. Ya'ni yana bir tarafi Qur'oni Karimda Alloh taolo nima deydi? A'udhu billahi minashaytonirrojim. Alam tara kayfa daraballohu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatan. Alloh taolo. Siz qaramadingizmi Muhammad sallallohu alayhi vasallam? Ko'rmadingizmi? Alloh taolo qanday misol bayon qilib o'tdi? Kalimatan tayyiba degan kalima tayyibaning misoli şeceratin tayyib bir yaxshi daraxtning misoli o'xshaydi deb Alloh taolo misol keltirdi. Xuddi shunga o'xshab shariat ahkomlarini, shariat dalillar, shariat ahkomlarini shu bir daraxtga o'xshatdi. Shu oyatdan ulgu olib. Musannif rahimahulloh deydi: "Ves-salatu ves-salamu ala rasulihi Muhammadin afdalir rusuli vel enbiya ve ala afdalir rusuli vel enbiya." Endi as-salat degan Alloh taolo tarafidan bandalar tarafiga bo'lsa rahmat degan ma'no. Farishtalar tarafidan bandalar tarafiga bo'lsa gunohning mag'firatini tilab duo qilish degan ma'noda. Bandalar tarafidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bo'lsa bu chaqda payg'ambar alayhisolamga rahmat tilab, payg'ambar alayhisolamning darajasini yuqori bo'lishini tilab, yaxshi tilaklarni tilab Alloh taologa duo qilish degan ma'noni bildiradi. Shunga vassalatu vassalamu degani biz duoyi salam ala rasulihi Muhammad degan. U Allohning rasuli Muhammad alayhisolatu vassalamga bo'lsinki, afdalir rusuli vel enbiya degan. U Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'lsa, payg'ambarlarning, mursal payg'ambarlarning va nabiy payg'ambarlarning eng afzalidir. Xo'sh, endi bu biz bu yerda deb o'tgan bir farq bor. Bu yerda anbiya va ar-rusul va anbiya deb ikkini keltirib qopti. Bu payg'ambarlar, mursal payg'ambarlar, nabiy payg'ambarlarning farqi bormi desa, bu mursal payg'ambarlar bilan nabiy payg'ambarlarning farqi bor. Qanday farqi bor desa, payg'ambar degan unga vahiy qilinadi. Lekin unga tabliğ qilishga buyurilsa-mu yoki buyurilmasa-mu vahiy qilinish orqali ba'zi shu orqali vahiy qilinadi, ba'zida o'ng orqali vahiy qilinadi. Vahiy qilindimi shu nabiy payg'ambar bo'laverdi.
bir yerge ma'lum bir ummetke avatilmesi mi, bunun ma'lum bir kitap nazil bolmasa mı. Lekin Resul degen şu Resul degen bu bunun vahiy kılınıdı, tabi umudu vahiy kılınıdı, onun degen bunun ma'lum bir kitap düşürüldü veya ki eğer kitap düşürülmegen takdirde ma'lum bir ummetke avatildi. Siz muş ummetke nima qiling? Tebliğ kılın. Muş ummetke Allah Taala'nın birlik barlığını yetkizin deb buyuruldu. Şunun bilen bu mursal peygamber. Endi bu texim adilashtirsak bunda bir kaide bir umum husus kaidesini düşünürsek fekullu rasulin nebiyyun ve leyse kullu nebiyyin rasula. Her kanda mursal peygamber nebi peygamberdir. Her kanda nebi peygamber mursal peygamber emas. Yani mursal peygamberin hemmesi de nebilik salahiyeti var. Lakin hem nebi peygamberden mursallik salahiyeti yok. Mesela düşünsek oldu. Ama da Musannef rahimahullah deydi ve ala alihi ve ashabihi nucumul ihtidai vel ihtida. Duayı salam Allah Teala'nın rahmetleri, mağfiretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi olsun ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aile tavabatlarına ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabları yani ihtida kılışının ve yol tepişinin yıldızları boğan ashabları olsun. Endi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki aile tavabatını hemen bilirse sahabeler degen mi onu hemen bilirse Peygamber sallallahu sahabeleri degen kim buluda Peygamber sallallahu hayat vaxtida köygen Peygamber sallallahu iman etgan şu iman üstüylep ketken bir sahabe mesela. Sahabe degen onu bildin mi? Endi bir yerde Musannef rahimahullah nucumil ihtidai vel ihtida. İhtida kılış ve hidayet tepişindeki yıldızları dep koydu. Bunda degeni bu işaret istiara bu. Bu işaret neme işaret bu mahsus bilen neme işaret kılıvatı dese Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisiga işaret kılıvatı. İma kılıvatı. Ashabi ken nucumi bi eyyihim ihtedeytum ihtedeytum. Menin ashablarım xuddi osmondagi yulduzlarga o'xshaydi. Ularning qaysi biriga ergashsanglar hidayet topgan bo'lasizlar. Yo'l topgan bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'lasizlar deb Payg'ambar shunday degan. Men shu hadisdagi ashabi kan nujum dedi Payg'ambar. Ashablarni mushabbah qildi, an-nujumni mushabbah bih qildi. Bu da sahabelerden yıldızının o'xshashlar qilsa desa, bunun o'xshaydigan vajhi shabah bo'lsa, yulduz deganda masalan dengizlarda bu zamonlarda kemalarda mansa keçilekte manga vaqtida yoki cho'l bayovolarda keçida mansa karvallar şu yulduzlarni belgi qilib qo'yib, pustani yulduz g'arbda chiqadi, falon yulduz sharqda chiqadi, falon yulduz shimolda chiqadi, falon yulduz janubda chiqadi deb shuni belgi qilib olib, shu yulduzni mantiqni gapgan. Shuni belgi qilib olib mansa, karvan yo'ldan ezib ketmay nishoniga yo'l topib borar ekan. Xuddi shuningdek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabelerden bir sahabini ya her qanday bir sahabini nişan qilib shuni peşini ching tutib mangan adam, shuni peşini ching tutib mangan adam nima qilmaydi? Yo'ldan adishib ketmaydi. Xuddi shu yulduz qarab mangan adam adishib ketmagandek sahabalar ergashganlar adishib ketmaydi degan mushu ma'noni ko'rsatmoqchi. Musannif rahimahullah deydi ve ba'd yani Cenab-ı Allah subhanahu ve taala taqaddaski hamdu sana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dua islam yollab qo'ygandan keyin endi ba'd deganni nahv kitoblarida deb tushundik. Mahma yakum min shay'in ba'dal hamd ve salat. Her qanday bir muhim gap bo'lsin, nima gap bo'lib kelsin, Alloh taolaga hamd Rasululloh dua islam durut uf bo'lmay turib demaymiz. Uni uf bo'lgandan keyin maqsad ketmaymiz. Demak, deganni bildirdi demak. Ve ba'd فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة عبيد الله بن مسعود. Hoş, emdi Musannef rahimahullah deydi. فإن şübihsiz ki demekçi. Emdi fa biyadi ki Allah Teala'ga hem de itip olgandan keyin aqdullah ulapla maqsadni başlasak, abdel mutevessil Allah Teala'ga en küçlük vesile bilen vesile üzdügüçü boğan bende
izlügücü bolgan bende Ubeydullah ibn Mes'ud davatıdı. Endi en güçlü vesile. Nemişka Allah Teala'nın en güçlü vesile izleydi bu bende dese. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne deydi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenuttekullaha vebtegu ileyhil vesile. Vebtegu ileyhil vesile dedi Allah Teala. Ey müminler Allah'ın korkunla Allah Teala bir vesile izdanla deydi. Emdi bir adım Musannef rahimahullah en güçlü vesile bilen vesile izlügüçü dep ne mi demekçi bolsa? Allah Teala'ya aytkan hamdisi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aytkan durudunu en güçlü vesile davatıdır. En güçlü vesile davatıdır. Onun dekin yeni bir demek çok amının en güçlü vesile degeni bununki buvusu yazgan şu El-Vakaya namlı kitabı. Çünkü salih ameller bilen vesile kılaş ulemalarının birlik bilen ehl-i sünnet ve cemaat içindeki barlık ulemalarının birlik bilen durus. Çünkü yaş bir gardı sunap kalgan 3 kişinin hadisidir mi olamı? Üzünün en kalan yaxşı amellerini tığılıp şu gardın itilip kalganlardan taştın birisi düşüp itilip kalganlardan kurtulup çıketken. Dua icabet buluşun en güçlü delillerinin biri ne? Vesile izleş. Hem de bu Musannef rahimahullah'ı şu bu yazgan şu kitap bilen ve şu kitap neki Allah Teala kabuliyet kıldı. Şu kitap neki hürmetedin Hudaýa mında da işlerimni kıpasıyla mında dep demekçemdi. Şunu ben bu kitapni vesile kılaman demekçi. Bu zat deydi Ubeydullah ibn Mes'ud. Kim bu mutevessil vesile izlügücü bende kim bu dese bu zat bolsa Ubeydullah ibn Mes'ud ibn Tac Şeria rahimehullah. Yani bu zat Ubeydullah ibn Mes'ud ibn Tac Şeria. Ama bu zat üzü degen gep ama o. Üzüniki başlaş kiris sözü de üzüniki namını üzü degen gep. Yani Ubeydullah ibn Mes'ud ibn Tac Şeria. Ne deydi? Sa'ide cedduhu ve unciha cidduhu. Sa'ide cedduhu ve unciha cidduhu. Yani bu zatның buğusi bəxt saadetlik olap gelsin. Alemi berzakta o alemde katı bəxt saadetlik olap gelsin. Buğusi kem Tac Şeria rahimahullah. Nemişqa sattapıydı. Ve unciha cidduhu onunki tırışçalıqı məqsidi gelsin. Aşunda tırışıp yazgan kitabı şunun dünyadaki şu Allah Teala'nınki Kur'an'ın hükümlerini, hadis-i şerifinin hükümlerini, İslam'ın kanunlarını bütün dünyayı tartışın ibaret ulu var məqsidi ulu var məqsidi yazsın. Allah Teala şunu yetkizip versin. Başka cümle sa'ide cedduhu ve unciha cidduhu degen bu kıstırma cümle bu duai yani Allah Teala'nın tiligellik emdi. Allah Teala'nın kıpper son dep tilemek için. Yaqul emdi ma yaqul aşbeştiki fe innel abdel mutevessila degen inna degen hurfu müşebbehati bil fi'lki ma haberi. Yani fe inne abdel mutevessila Ubeydullah ibn Mes'ud ibn Tac Şeria yaqul degen butu. Yani cümle kıstırma cümle ben çıkarsak fe innel abdel mutevessila Ubeydullah ibn Mes'ud ibn Tac Şeria rahimahullah. Şüphesiz ki Allah Teala'ya vesile izlügücü Ubeydullah ibn Mes'ud ibn Tac Şeria rahimahullah yakul deydu ki neydi? Hem de bu şununki üzününki gepe lemma ellefe ceddi ve mevlay el-alimur rabbani vel-amilus samadani burhanuş şeri'ah برهان الشريعة والحق والدين وارث الأنبياء والمرسلين محمود بن صدر الشريعة جزاه الله تعالى عني وعن سائر المسلمين خير الجزاء لأجل حفظ كتاب وقاية الرواية في مسائل الهداية. Hoş. Emdi bu zat deydi ki Ayni çağda mening buvam, meniki pasibanım, mening buvam
mening pasibanim vel alimur rabbani, yani Rabbani alim degan gap, alimur rabbani degan gap desa, yani bir Rabb, yani Rabbga nisbat berilgan, yani Parvardigarchi degan gap, xoslam Xudoyimning yo'liga chaqirtgan degan. Xoslam Xudoning yo'liga chaqirtgan. Endi Rabbani degan Qur'on-i Karimda velakin kunu rabbaniyin degan oyatning tafsirida İbn Mas'ud radıyallahu anh degan hukama, ulama deb, yani hukmalar, ulumalar, yani donolar, ulumayı rasixlar, ilmda intayin cho'nqur daryodek olimlar deb ma'no etgan Rabbaniyin deganni. Anladın? Qur'onning tafsiri bo'yicha aytsak, alimur rabbani desa intayin puxta, mustahkam, cho'nqur daryodek, dengizdek olim bo'lam deydi. Unga vel amilus samadani degan, yani alim g'anam emas, o'qig'iga amal qiladigan as-samadani degan, bu Alloh taolaning samad degan ismiga nisbat berilgan, yani davomliq samadga g'anam ehtiyojini hammadan behojat bo'lgan, hamma unga muhtoj bo'lgan, behojat bo'lgan Alloh taolo bilan tilayotgan degan bu samadani degan. Davom hojatini, ehtiyojini faqat shu Allah Teala'dan tilayotgan, Allah'ning roziligini tilayotgan amal bilan, undan boshqani tilamayotgan, o'qigan ilmga amal qilgan degan bo'ldi. Vel amilus samadani degan. Burhanus shari'a degan gap, burhan degan gap, yani keskin delil demek, keskin ispat, keskin paket, keskin davli. Şeriatniki burhan degan hamda bu nima bu? Nimani so'zlab? Melzumni so'zlab lozimni rad qilish. Burhan shariat degan, yani shariatniki keskin davlilarini bayon qiluvchi. Shariatning, haqiqatning va dinning keskin davlilarini bayon qiluvchi bo'lam degan. Unkin varisul anbiya'i vel mursalin, payg'ambarlarning, yani nabiy payg'ambarlarning va mursal payg'ambarlarning mirosxo'ri bo'lam. Endi mirosxo'ri degan, yani ulardan mal dünyasını, kümüşlerini, onu bunu alacağız, belki ilimlerini miras algan bu demekçi. Kim? Mahmud bin Sadruş Şeria rahimahullah. Yani benim bu amın ismi olsun ne? Abetki Tacu Şeria dedik mu? Tacu Şeria yani ki ismi alimi demekken Mahmud bin Sadruş Şeria. Cezahullahu Teala anni ve an sairil muslimin. Allah Teala bu amni menin tarafımdan ve kalan barlık Müslümanlar tarafından Allah Teala mukafat versin. Nemişka menin tarafımdan nemişka mukafat verdi? Li ecli hifzi kitabe vakayetir rivaya fi mesailil hidayah. Men vakayetir rivaya fi mesailil hidayah diyen kitap ne? Yadağalıqım üçün, andın yadağalıqım diyen gapten ne demekçe? Ben bu kitabını yatılıp, bu kitabın intayın paydalanıp ve başkalarına paydayıp yetkizgenlikim üçün ve başka Müslümanlarımı şu kitabını yadılıp, ügülüp, başkalarına yetkizip paydalanganlık üçün şuların hakkında, şuların kılan işlerinin sevabını hemmine demek yetkizip versin. Bu amına yetkizip versin. Çünkü Peygamber Aleyhisselam her kanlı adam İslam'da bir yakşı sünnetin birini payda qilib qo'ysa, uning amal qadamini qiyomatga qadar uning amal qilgan birini savobini bo'ldi dedimi? Bu shuni tilovat qilazi. Ayni bir sadaqat-ı cariyada bir alim bir menfaatini tutgan ilmni buni yutib qo'ygan bo'lsa, qiyomatga qadar shu ilmni o'qib o'rganib turganini savobini tutdimi? Shuni tilmoqchi hozir bu usuga. Allah Taala hammamizni shunda katta musanniflarni qilib bersin Allah Taala. Bunda katta kitoblarni yozgan nasib qilsin Allah Taala. Hayral ceza. En yaxshi mukofotni bersin. Endi bir yerde vakayetir rivaya fi mesailil hidayah deb qo'ydi. Fi mesailil hidayah. Endi hidoyaning masalalaridagi vakayetir rivaya degan kitob degan gap, bu mesailil hidayah degan qaysi kitob desa, hidayah degan İmam Burhanuddin el-Marghinani yazgan Hanefi mezhebinin en asaslık, muhtemet, işencilik
kitibi bo'lgan bir kitap Hidoya degan. Bu kitap Hidoya degan kitap bo'lsa, Bidayatul Mubtadi, ya'ni yangi o'qish boshlovchilikka boshlanmasi deb Bidayatul Mubtadi deb bir kitap bor. Shu kitobning sharhisi Hidoya degan. Endi Tajush Sharia Mahmud rahimahullah şu Vakayatul Rivoya degan kitobni deydi nima? Sadrush Sharia Ubaydullah ibn Mas'ud rahimahullah deydi. Mushu Vakayatul Rivoya degan kitobni mening buam mening yod elishim uchun, men uni bir oson yod elishim uchun shu kitobni qisqartib eng muhim mazmunlarini yig'inchoqlab menga yozib berdi. Alayda menga yozib berdi. Şunu bilan men bu kitobni yod oldim deydi. Shundan men bu kitobni yod oldim. Shu menga shu kitobni yozib berganligi uchun Alloh taolo ondan men qancha rahmat deyman, lekin Alloh meni rahmatligini Alloh taolo o'zi bir rahmat qilsin, necha ming hassa. Alloh taolo shuning mukofotini Xudoyim bersin demoqchimdi. Musannif rahimahullah deydi. Endi ve huve kitabun lem tektehil aynu zamani bisani yani bu Vakayatul Rivoya fi Mesail Hidaye degan bu kitap biz so'zlab o'tgan albatta 4 eng mashhur asli kitoblardan dedik-ku. Bu Vakayatul Rivoya degan bu kitap şu zamanning ko'zi bir surma tatib bakmagan ikkinchisiga bir kitap deydi. Zamanının küzü şunu tatbakman degan gap, yani şu zamanının ehli, şu zamandaki adamlar. Bunda bir kitapning yeni bir kitap ne yapmagan? Ko'rib bakmagan. Qanday jihat ko'rib bakmadi desa, fi wajazati alfazihi ma'a kasrati ma'ani. Yani Hanefi fiqhisida, Hanefi mezhebinin içindeki yazılgan qisqartılma kitaplarning içinde, muhtasarlarning içinde bu kitapga yetalaydigan bir kitap yok. Qanday jihatda desa, bu kitap lafzlari, so'zliklarininki qisqaligida, so'zliklarining ozligida, ma'nolarining ko'pligida. O'zi bek az so'z bilan adadsiz ko'p ma'noni o'zgarishda bu kitapga yetalaydigan bir kitap yok. Anladın? Deydi Musannif rahimahullah Vakayatul Rivoya degan kitobni. Lakin qasurat himmatu aksari ahli zaman an hifzihi. Biroq bu kitap shuncha o'zi qisqa, ko'p ma'noni o'z ichiga oladigan turuqliq. Bu zaman ahlining ko'pragining himmati bu kitobni yod qilishdan ojiz bo'lib qoldi. Bu kitobni yod qilishdan ojiz bo'lib qoldi. Men yodlab bo'lgandim. Lekin boshqalar bu kitobni yodlab bo'lmay qoldi. Shu shikoyatlarni boshqalardan men nima qildim? Joq anladım. Yodlab bo'lmaganligini. Şunun bilan deydi. Fattakhaztu minhu hadal mukhtasara mushtamilan ala ma la budda minhu. Şunu ko'plam arqıdılı men u Vakayatul Rivoya fi Mesail Hidaye degan u kitobdan bu muxtasarni qo'lingizdagi hozir o'qimoqchi bo'lgan Muxtasarul Vaqaya An-Nuqaya deb ism qo'yilgan, Nuqaya ismlik Muxtasarul Vaqaya. Vaqayaniki ash qisqartilmasini mushtamilan ala ma la budda minhu degan ashu Vaqaya degan kitobdan demisi bo'lmayotgan mazmunlarni o'z ichiga olgan, demisi bo'lmayotgan mazmunlarni chiqarayotgan holatda uzunlarga sundim deydi. فمن أحب استحضار مسائل الهداية فعليه بحفظ الوقاية. Emdi kim ki Hidaye degan abesizletgan İslam Hanefi fiqhidagi eng nüfuzlu kitap Hidaye degan kitapning masalalarini butunlay kallamga hozir qilay, zihnimga hozir qilay degan adam, shuni yaxshi ko'rgan adam fa'alayhi bihifzil vaqaya. U Vaqaya nomli kitobni, ya'ni bu ham yozgan Vaqaya nomli eng asosli mu'tamad tekstni yadasin. Chuqum shuni yadasin. Yadilish lozim. Shuni yadagan chaqda Hidayening masalalarini hozirlagan bo'lardi. Ve men a'jalahul vaqtu
fel yusrif ila hifzi yani fel yasrif ila hifzi hada'l muhtasari inanel inayeti innehu veliyul hidaye. Hamdi kimki agar bunga vaqt adrab qolsa degan, vaqt adrab qolsa degan gap, ya'ni hamdi vaqt qisilab qolsa, vaqti qistab qolsa, onda o kitobni yodab o'qiydigan vaqti bo'lmasa, ondan nihoyatda nimada ishlab bekti olamni o'zgarib, insonning vaqti bek ozlab ketib, ondan ilm olimni bek ozlab ketib, nihoyatda tez suratda yetdik olimga yetishib chiqmasa bo'lmaydigan bunda holatda bo'lib qolgan bo'lsa, nima qilsin? Fel yasrif ila hifzi hada'l muhtasar, ya'ni men yozgan bu muhtasarni yodilishqa inanel inayeh degan uniki ihtimaminiki, ko'ngil bo'lishining tizginligini, ya'ni ko'ngil etining, ko'ngil arg'imiqining yugunini nimaga taraf tasson? Ma muhtasarni yodilish tarafga tasson. Innehu veliyul hidaye degan, innehu degan shubhisizki Alloh taolo hidoyatning egasidir. Alloh taolo hidoyatning egasidir. Shuning uchun har qanday odam agar vaqti qistab qolgan bo'lsa, mana mushu kitobni yod olsin deydi. Shuning uchun qadrli saboqdoshlar, hurmatli anglovchilar, agar imtiyozinglar, agar sharoitinglar bo'lsa, bu kitobning hukmlari intayin lafzlari qisqa, oddiy lekin intayin foydali kundalik hukmlarimiz, ibodat, muomalat, bu dunyo oxiratda bizni baxt saodatga erishtiradigan intayin muhim masalalarni o'tirg'a qo'ydi. Shuni bo'lsa yodlab olishinglarni, chin ko'nglinglardan yodlagandek tushunib o'qib olishinglarni umid qilamiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ta'ala va sallama ala xayr xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in.